Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, muxlislar? O'zbekiston yurtimga Tanjoni sog' bo'lsin aka. O'zbekistonimga muxlislik Tuxunnimaga zarar olsa aka sizga uzr narxiga qilib beraman. Portugaliya bilan tengmas. Tepalishinglarni. Portugaliya 3 ta uradi. O'zim basligim bilardim, yaxshi bo'ladimi? mardlarim bor ekan. O'zbekistonga Tanjoni sog' bo'lsin aka. Quvordlaring bor-ku. To'g'risi quvordlaring bor. Futbolga muxlislik qilganim, O'zbekiston yurtimga 34 yil deganda chiqqan O'zbekistonimga muxlislik qilganini qo'yasan. Oka real qarash kerak. Bizda Portugaliya bilan tengmasmiz, bizda Kolumbiya bilan tengmi? Portugaliya 3 ta uradi, 4 ta uradi. Muxlislik qilsak bo'ladimi? Niyat qilsak bo'ladimi? O'zbekistonga balet qilsak bo'ladimi? Zayyi quvordlaring bor-ku. Har bitta kommentariyaga kirib, oka real qarash kerak. Eshik bilan otni tenglashtirib Tiko bilan Mers tenglashtirib xohlaganim bilan xohlaganim tenglashtiraman. Men muxlisman. Men O'zbekistonga balet qilaman, ona yurtimga balet qilaman. Sizlarning gapinglar menga bir teng. Men futbol ko'raman, O'zbekiston uchun muxlislik qilaman. Menga o'xshaganlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Olg'a O'zbekiston. Ani sotqinlar bor-ku, Ronaldochilar, Messichilar, xullas o'zini vatanini kuchli komandaga sotib yuboradiganlar, umuman ko'rmanglar. Bundoq tepagi o'tib ketadi.